Men hozir sizlarni bitta inson bilan tanishtiraman. Bu nomerni sразу сохранить qilinglar. Juda ham kerakli odam. Koreyada, assalomu alaykum. Mashina biznesi bilan shug'ullanadigan odam mana shu odam bo'ladi. Ishonchli odamni har doim sizlarga tavsiya qilganman. Bu odam Koreyaga kelganiga aslida 12 yil bo'lgan, lekin mashina eksporti bilan, mashina sohasi bilan shug'ullanayotganiga 8 yil bo'lgan. Hozir hattoki Avazbek deyapti, men Koreyada o'zimni shaxsiy ustaxonam ochganman deyapti. Aka, necha kishini ish bilan ta'minlagan? Ikkita o'zimizni qorako'z, 3 ta koreys fuqarosi, 5 kishi jam. 5 kishini ish bilan ta'minlab qo'yibdi. Alloh rozi bo'lsin. Endi sizlar mabodo dunyoni qayeridandir sizlarga mashina texnika kerak bo'lib qolsa, shu insonga aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Hozir ish faoliyatini yana bitta ko'rsataman. Ketdik. Aka, bu mashina qancha turadi? Genesis G80 2025-yil 9-oy $38,000. Dollarga 38 ming. Buchi? Santa Fe gibrid 1.6 объем, ya'ni gibrid $18,000. Bunisi-chi? Staria Hybrid bu ham 1.6 full option varianti. 1000 kilometr yurgan xolos. Bu $36,000. Yangi ekanda. Yangi. Butun dunyoga eksport bo'ldi. Albatta. Endi akamiz Koreyani ichida mabodo mashina kerak bo'lgan insonlar uchun bunaqangi mashinalar bilan ham shug'ullanar ekanlar. Aka, buni o'zingiz tuzatib berasizmi? Shunday, yon qirilgan bilan buni qilib beramiz. 1 million won. 1 million. Dollarga qancha? $670. Yana o'ylab qolmanglar, bu faqat Koreyani ichida sotiladi, eksportga emas. Bunisi. To'g'ri. Bunisi-chi? Bunisi ham arzon variant. 4 million won gibrid varianti. Demak, Koreyani ichidaglar bemalol aloqaga chiqsa bo'ladi. Akani raqamlarini qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqinglar, ishonchli odam, biz tavsiya qilamiz, sog' bo'ling. Rahmat sizga.